Huvaydo mahallasidan balkim siz, balkim yaqininglar yaxshi hovli qidirayotgan bo'lsanglar, hozir biz aytiladi-yu, juda ham redki sotiladigan hovlidan bittasiga kelganmiz. Fasadini qaranglar. Uyimiz juda ham sifatli qurilgan. Ochiqini aytaman, Huvaydoda bunaqa hovlilar kamdan kam sotiladi. Sotilsa ham shu mahallaning o'zidan ortmaydi, tezda olib qo'yishadi. Akamlar hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra uyimizni sotishga qo'ygan ekanlar. Juda ham sifatli, zo'r qurilgan, ichlari ham remontlari juda ham chiroyli chiqqan. Hozir albatta kirib ko'rsataman sizlarga ham. Uyimizda ikkita darvoza, birinchisi kichkina darvoza va bu yoqda mashina qo'yish uchun darvoza qilingan. Xo'p, u yetmaganiga yana podzemniy parkovka uchun ham joy tashlagan ekanlar. Hozir uyimizning fasadini bu yoqdan ko'rsataman, bitta ko'ringlar. Huvaydoga kelganimizda orientir 500 metrdan keyin Eshon Boboxon masjidi bo'ladi. Menimcha ko'plar biladi bu masjidni. Zo'r. Hovlimiz zo'r. Mahallamiz ham elitli mahalla. Mana mashinaga qo'yish uchun pandamiz joy, ichkarida ham joy bor. Mana kichkina darvozachamiz va bu yoqda podzemniy parkovkamiz. Parkovkalar to'pli polda qilingan. Xohlasanglar ichkariga olib chiqinglar mashinani, xohlasanglar navestiga ham qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizda 408 sotuv maydonga ega dokument bo'yicha okamlar topdilar. Faktur 5 dan sal oshadi dedilar. Общий xonalar soni 6 ta. Ikkita kirish vxodi bor, bitta bu yoqda asosiy, bu yoqda yana bitta kiradigan eshigimiz bor. Bu yoqda sanuzol tashalgan. Hop, bu yoqda tapchan qo'yilgan ekan, mana shunaqa o'tiradigan joy. Mana qaranglar. Zo'r ishlangan, gap bo'lishi mumkin emas. Patologlarni qaranglar, juda ham chiroyli. Yozda lekin nereal chiroyli bo'ladi bu. Xo'p, bu yoqda yozgi oshxonamiz toshdan qilingan, juda ham sifatli. Bu yoqdan oshxonaga kirib ketsangiz ham bo'ladi, uy ichidagi va podvalga bu yoqdan ham tushsangiz bo'ladi, uy ichidan ham tushsanglar bo'ladi. Xullas, uyimiz juda ham chiroyli. Albatta videoni hech ham ko'ringlar, sal uzoqroq video bo'ladi, lekin xudo xohlasa shunga arziydigan video. Tezda videoni jo'natib qo'yinglar. Hamma informatsiya opsiyonida. Qani ketdi, videoni ko'ramiz. Qani ketdi endi uy ichilarini ko'ramiz. Mana shu prixo'ja juda ham ko'p narsa hal qiladi deb o'ylayman, qaranglar. Okamlar mana shunaqa oyoq kiyim uchun akkuratni отдельный prixo'ja qilgan ekanlar. Oyoq kiyimlarni qo'yasizlar, eshikni yopib qo'ysanglar, akkuratni turadi, ortiqchasi ko'rinmaydi. Uyga kirishimiz bilan ko'zga tashlanadigan narsa bu albatta живой kamin va через hol o'tkazilgan lyustra. Juda ham chiroyli, juda ham bagati ko'rinyapti. Uyimizning remonti zo'r, klassik stilda qilingan. Juda ham sifatli hovli. Xo'p, kirishimiz bilan chap qo'lda katta mягкий zona bizani kutib oladi. Bu yoqdan o'tishimiz bilan oshxona qismi, oshxona mebellari eng zo'rlari qilingan ekan. Furnitura hammasi bo'lim qo'yilgan. Bu yoqdan bo'lsa shunday yozgi oshxonaga chiqib ketsanglar bo'ladi. Yaxshi, qulaylik zo'r. Xo'p, bu xonamizda bo'lsa adashmasam namozxona edi bu. Bitta xona qilingan. Akor milliy stilda. Xo'p, bu yoqda zal qismi. Katta qilingan zalimiz. Mebellar keladigan bo'lsa, hop, bir ikkita narsalar ketyapti, bir ikkita narsalar qolyapti. Uni kelganlar o'zingizlar gaplashib olasizlar. Bu yoqdan ko'rinishi zal. Ikkinchi kirish eshigimiz mana mana shu yerda bo'ladi. Bu yoqda kirganimizda bitta sanuzol, spalna, bu yoqda garderob bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Birinchi etaj o'shanda bizda общий ikkita xona, точнее 3 ta xona, hol, oshxona va sanuzol ikkita bo'lyapti. Ikkinchi sanuzol mana bu joylashgan, kattagina sanuzol qilingan. Birinchi etajni ko'rib bo'ldik, menimcha tushunarli deb o'ylayman hammaga. Ketdi endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'ramiz. Ikkinchi etajni chiqarganimizda mana shunaqa ruchnoy dekorga ko'zimizga tushadi, juda ham chiroyli chiqqan, qaranglar. Va eng yoqqani mana bu lyustra bo'ldi. Hozirda juda ham kamdan kam uchraydigan holat mana shunaqa через hol lyustrani o'tkazib yuborishyapti, qaranglar.
Необычный, juda ham chiroyli. Xo'p, bir xonalarni tushuntirib ketaman. Chiqishimiz bilan chap qo'lda bitta katta mягкий zona bor. Bu yoqda garderob xona. Xo'p, dal suradigan bo'lsak, spalniy xona. Va bu spalniy o'zini katta garderobi va katta sanuzeli bor. Oynalar hovliga qaragan. Hop, bu holdan balkonga chiqsak bo'ladi. Yana asosiy balkonni hozir ko'rsataman. Bu yerda ham balkon bor. Bunisi kattaroq. Hop. Bu yerda bitta spalniy xona o'zining garderobi bilan. Bu yerda bitta garderob xona ekan va bitta katta detskiy xona bo'lyapti. Okamlar endi o'zlari uchun qurilish, o'zlari uchun remont qilganlar. Hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra sotilyapti o'rtoqlar. Xo'p, ikkinchi etajni ko'rdik. Endi podval ko'rib ketamiz. Keyin ikkinchi etajda общий sanuzel ko'rsatmayman. Hozir ko'rsatib ketaman. Ikkinchi etajda общий sanuzel. Xo'p, ketdi endi podval ko'rib videoni tugatamiz. Podval keladigan bo'lsa, podval отдельная история. To'liq podval, to'liq topli pol qilingan. Tushimiz bilan chap yuradigan bo'lsa, bu yerda bitta katta помещение bor. Buni xohlasangiz игровой zona, kinoteatr qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va bu podzemniy parkovkamiz. Shu ko'chada ko'rsatganimdek, mashinalar bemalol olib tushib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham topli polda qilingan ekan. Istiflari ham bor. Xullas komfort. Hop, dal suradigan bo'lsak, bu yerda uyimizning yuragi deymiz, kotelning xonasi. Seriozniy kotelni yig'ilgan, juda ham sifatli. Bu yerda suvga отдельно elektr shiti turibdi. Mana bo'lsa, kaminni turbasi ekan. Gaz ulasanglar, kaminni ham ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, bu yerda bitta kladovka, bu yerda katta ochuv zona, bu yerda kladovka katta va oldi hovliga chiqib ketadigan zinna. Xullas zo'r. O'ylaymanki, videomiz qiziqarli bo'ldi va ko'pchiligimizga uyimiz yoqdi deb o'ylayman. Menga misol uchun rosa ham yoqdi. Juda ham fayzli xonadon ekan. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Shu videoning meni Huvaydondan yaxshi xonadon qidirib yurgan tanishlar jo'natib qo'yish sizlardan chiqmasa, bizdan kuzatishda davom etinglar. Hamma informatsiya, lokatsiyalar telefon orqali beriladi. Bemalol telefon qilib kelib ko'rsanglar bo'ladi.